Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan O'zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi ehtimoliy raqibi Kongo Demokratik Respublikasi haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston jahon chempionatida K guruhidan o'rin oldi va ushbu kvartetda vakillarimiz Portugaliya, Kolumbiya va saralashda g'olib chiqqan yana bir jamoa bilan to'qnash keladi. Saralash bosqichida Kongo, Yamayka va Yangi Kaledoniya bilan o'zaro bahs olib boradi. G'olib jamoa esa mundialga yo'l oladi va K guruhidan joy egallaydi. Kongoni ko'pchilik yaxshi bilmasligi mumkin, lekin ular Afrikaning eng jismoniy, eng tajribali va eng xavfli terma jamoalaridan biri. Agar Kongo play-offdan o'tsa, O'zbekiston guruh bosqichida aynan ular bilan uchrashadi. Bugun esa biz ularning tarixi, jamoadagi yulduzlar, o'yin uslubi va O'zbekiston uchun qanday tahdidlar yaratish mumkinligi haqida so'z yuritamiz. Demak, boshladik. Kongo Demokratik Respublikasi Afrikadagi eng katta hududga ega davlatlardan biri. Aholisi 100 millionga yaqin. Bu yer futbol bilan yashaydigan mamlakatlar qatorasiga kiradi. O'tgan yillar davomida Kongo o'tish davrida bo'lgan, lekin bugungi kunda jamoa tarkibi asosan Yevropada o'ynaydigan kuchli legionerlardan iborat. Shuning uchun ular har bir bahsda kuchli, tezkor va agressiv o'yin namoyish etadi. Endi esa eng qiziq qismiga o'tamiz. Kongoni sirli kuchga aylantirgan futbolchilar kimlar? Auran Van Bissaka, West Ham himoyachisi, tezkor, sovuqqon va birga-bir vaziyatlarda deyarli yengilmas. Raqib hujumchilari uchun haqiqiy bosh og'riq. Van Bissaka MUda nom chiqargan, hozir esa West Ham safida to'p surmoqda. Oddiyroq qilib aytganda, agar Van Bissaka bo'lsa, o'ng qanot yopiq. Yoan Wissa, Newcastle markaziy yarim himoyachisi, juda tezkor, yuqori darajada pressing qila oladigan va kuchli zarbaga ega futbolchi. Uning asosiy quroli tezlik va pressingga bo'lgan agressiv yondashuv. O'zbekiston himoyasi uchun haqiqiy bosh og'riq bo'lishi mumkin. Cedric Bakambu, Betis yarim himoyachisi. Bakambu faoliyati davomida Villarreal, Marseille va Galatasaray kabi nomdor jamoalar safida o'ynagan. Bu klublar uning qanday salohiyatga ega ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Tajribali, kuchli va har bir vaziyatdan maksimal darajada foydalana oladi. Chancel Mbemba, Lille devori, Yevropaning eng kuchli himoyachilaridan biri. Kuch, tezlik, havodagi kurash, taktik ong. Standart vaziyatlarda O'zbekiston uchun eng katta to'siqlardan biri bo'lishi mumkin. Gael Kakuta, Chelseaning sobiq iqtidorlaridan biri. Juda nozik uzatmalar, dribling va texnikaga ega. O'yin ritmini boshqara oladigan futbolchi. Artur Masuaku, Sunderlandning qanot himoyachisi. Driblingi, tezligi va agressiv harakatlari bilan tanilgan. Himoyadan hujumga juda tez o'tadi. Meshak Elia, hozirda Turkiyaning Alanyaspor klubi markaziy hujumchisi. U asosan Young Boys'dagi o'yinlari bilan futbol jamoatchiligida iliq ta'sirot qoldirgan. Tezlikda jahon darajasidagi futbolchi. Kongoning asosiy futbol falsafasi jismoniy futbolga qaratilgan. Ular to'pni tez oldinga tashlashadi. Qanotlar orqali hujumlar uyushtirishadi. Tana kuchidan maksimal foydalanishadi. Pressingni juda tajovuzkor olib borishadi. O'zbekiston uchun eng katta xavf aynan ular bosimni juda yuqoridan boshlashidir. Lekin Kongoning zaif tomonlari ham bor. Taktik intizom ba'zida yetishmaydi. Himoyada xatolar tez-tez uchraydi. O'yin davomida hissiyotga berilib ketishadi. Bu kamchiliklardan O'zbekiston juda yaxshi foydalanib ketishi mumkin. Agar Kongo guruh bosqichiga chiqsa, O'zbekiston uchun qiyin raqib bo'lishi mumkin. Lekin bu yengib bo'lmaydigan jamoa degani emas. O'zbekiston tartibli taktika, pressingni boshqarish, kombinatsion futbol va markazdagi aqlli o'yin bilan masalani hal qilib ketishi mumkin. O'zbekiston ushbu bahsda nimalarga e'tibor berish kerak? Vakillarimiz qanot himoyasini mustahkamlash, Vissa boshchiligidagi tezkor hujumlarni to'xtatish, Mbemba bilan havodagi kurashda doimo tayyor turish va Kongoning hissiy futboliga berilmasliklari lozim. Agar O'zbekiston to'pni nazorat qilsa va kichik xatolarga yo'l qo'ymasa, bu o'yindan ochko olish yoki g'alaba qozonish juda real holat. Kongo play-offlarda juda tajovuzkor o'ynaydi. Ular uchun mundial tarixiy imkoniyat va ular bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilishadi. Shu tomonlama Kongo O'zbekiston uchun befarq qarash mumkin bo'lmagan kuchli va sirli raqib. Do'stlar, Kongo ko'pchilik o'ylagandan ko'ra anchagina kuchli jamoa. Ular Afrikaning sirli, jismoniy va har doim kutilmagan natijalar ko'rsata oladigan terma jamoasi. Agar ular play-offdan o'tsa, O'zbekistonni juda qiziqarli va shiddatli o'yin kutib turibdi. Sizningcha O'zbekiston Kongoga qarshi qanday taktika qo'llashi kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling va yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring.